Assalomu alaykum ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun 2025-yil 14-mart navbatdagi bugungi 3-laboyimizga ham chiroyli bo'lgan tuni kashfiyani qilib bo'ldik. Laboyimiz egalari Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida yetib kelibdi. Laboyimiz hamma joylari, hamma laboga qilganda ham Penaplex bukaklari bor. Konteyner polida o'zi rezinkasi bor ekan. Mana. Xo'p. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi raqamlarga, mana shu nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'ida 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Tayyor zakotovkalar bor. Ishimiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga jo'natib qo'ying. Lavoga qiziqqanlarga kamchiliklarni ham bemalol kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hop, poliga alohida rezinkasi, mana bu joyiga sandiqlari bor. Sandiqlari ikki xil bo'ladi. Akkumulyator to'sib turadi, ichiga qon qilish domkaratlar siqib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.